Har kuni minglab marta boshini daraxtga ursa ham Dietelning miyasi nima uchun hech qachon shikastlanmaydi? Dietel boshini shunday kuch bilan ursa-da, uning miyasi butun qolishi tabiatning haqiqiy mo'jizasi. Birinchidan, uni miyasi juda kichik bo'lib, zarba paytida bosimni pasaytiradi. Suyakning ichida o'rab turadigan maxsus suyak uni xavfsizlik kamaridek himoya qiladi. Boshining ichidagi g'ovak qatlami esa amortizator vazifasini bajaradi. Qattiq, ammo egiluvchan tumshuq zarbani bir qismini yutib yuboradi. Qisqa va kuchli bo'yin harakatni aniq yo'naltiradi, tebranishni kamaytiradi. Eng ajoyibi uni tili. U tumshug'idan 3 marta uzun, yopishqoq va ishlatilmaganida bosh miyani ichida aylanib, qo'shimcha himoya qiladi. Shu tufayli Dietel nafaqat tirik qoladi, balki daraxt ichidagi hasharotlarni osongina topadi. Bu yerda Allohning mo'jizasini yana bir bor ko'rish mumkin. Endi savol, agar insonning miyasi ham Dietelnikidek himoyalangan bo'lganida qaysi juda xavfli ishga qo'l urgan bo'lardingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.